Dada bek jimib ketding ya. Aldı qetim akamning uyida kelgandan ya ağırıp qaldың bira ko'ngilsiz bo'lmaganda. Güzem kömürgen kulağım ağlagan bosma boptiken bolam. Akamın xotini qilgan gaplarga radiya vermekti yok. Xotini qo'llab quvvatlab qilganlardan ko'nglim bek renjidijma. Zaten nimani anglab qolgan bo'g'ayding dada. Bu kuni balam mijozim yo'q, mashtina vaqtchiroq qildim. Akam ola ayolini sirtib ketdim deb o'ylabdim balam. Mashtina qilib havo yerda bo'yliq chiqsam. Bu ançımış mandaşlıkımı izleyip koy. Ma kuş kaşlayıp buzup buğdayını. Fakat karın yok yani. Nima daha gap qilsa, undan dadam tursa? Ahmaq. Kallani shiltib baqsan ummamda. Ino Abdullahim cho'p qoldi. Dadaning bir puti go'g'san qildi. Dadandan keyin qas senda mirostalashmasmi bu? Dadan hayat akiflab o'tgan bile dadandan keyin qalsang nadiki o qarindoshlik mehri akif degan. Bu sening nimdikina? Senmi kallani ishlat. İnanmang ta to'y qilgani yo'q. Ko'ringan tog' jiroq emas. Umuman bir kun to'y qiladi. Cho'yini oq temir uylashtirib chiqig'iz uy soldirib inoni shu yerga besiqtirib bo'lmadimi? Andan uy san qiladi. Agar dadangga bir ay sho'p qilib qolsa, inoning uyini besib yotqan. Oxirida uyning bujki mashmaydi sana. Yo'q gapni qilmag'ina, inimaydi uy talashmaydi. Talashmaydi. Ni qarindoshdan ko'rganjiman kichkin mirosini deb sotladi yaxshi o'rishib yurganni. Sen anglamaganmi? Pul degan yomon narsa. Vaqti kelganda pushaymon qilsang uni kelmaydi. Sen vayinim degan bilan inon seni o'ylama. Hozir hamma pul tatliq. Voy shundan bo'larmi? Ishonmasang dadang bilan inonni chekib baq. Tumurqa yangi suqidi ko'ngling san bo'ladi. Qanday qilsam bo'lar? Sen bu nada gapni qilib bu ko'nglim dilg'ilib qo'yding ya. Rostken deb qolsa, ishongan taqdi kiyik yotmabdi degan gap bor. Unda ish yo'q. Miros ya tang olamiz, ya men olaman. Ha, yaraysiz. Endi kishdek gap qildingiz. Agar o'yin setish to'g'ri kelib qolsa, men oltin ep bir sizchimi? Voy sen xotirjam bo'la, u qanchalik ishda?